Biz ayni paytda suhbatdosh sahifasi va navbatdagi mavzuyimiz soliqlarning yig'iluvchanlik darajasini oshirish va faol soliq to'lovchilarni rag'batlantirish chora-tadbirlari to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori mazmun mohiyati haqida suhbatlashamiz. Mehmonimiz esa viloyat soliq boshqarmasi davlat soliq bosh inspektori Ahadxon aka Murodullayev. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Rahmat, Xudoga shukr. Juda ham yaxshi. Keling, dastavval ushbu qarorni qabul qilishdan ko'zlangan asosiy maqsad haqida suhbatlashsak. Bu qarorni asosiy chiqarishdan maqsad aholi va tadbirkorlik subyektlari o'rtasida soliq madaniyatini oshirish, soliqlarni to'lashi intizomini tartibga qo'yish ko'zlangan. Bu borada deyarli bir hafta bo'ldi bu qaror chiqqaniga. 28-noyabr kuni tasdiqlangan 364-sonli qaror. Bu yerda bu qarorni chiqarishdan asosiy maqsad ham mahalla institutini shu jarayonda aktivligini oshirish. Ya'ni soliq to'lovchi soliqlarni o'z vaqtida to'lasa, o'zini mahallasida rivojlanishiga o'z hissasini qo'shishda yordam beradi har bir soliq to'lovchi. Undan tashqari har bir soliq to'lovchida soliqlarni to'lash mening burchim. Soliq mahallani taraqqiyot garovi iqtisodiy taraflama. Lekin to'g'risida tamoyillarni o'sha aholini ongiga singdirish. Maqsad shuni ko'zlangan. Undan tashqari hozirgi paytda nominatsiya hozir eng yaxshi soliq to'lovchi mahalla joriy etilmoqda 2026-yil 1-yanvardan boshlab. Unda 5 ta mezon o'ziga egallab olgan. 1000 ta aholisiga nechta tadbirkorlik subyekti keladi. Undan tashqari ular tomonidan to'langan soliqlar miqdori. 1000 ta aholiga nechta jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i to'lovchilar soni va ular tomonidan to'lanadigan soliqlar miqdori. Hamda o'zini o'zi band qilgan fuqarolar soni, ular tomonidan to'langan soliq to'lovlar miqdori summasiga kiradi. Har yili yil yakuni bo'yicha 2026-yildan boshlansa, 2026-yildan boshlab o'sha yil yakuni bilan 2027-yil 1-fevralgacha top 100 talik mahalla reytingi shakllantiriladi. Shu mahallalarga soliqlarni ochiq byudjet bor, open byudjet deyiladi xalq tilida. O'shanda qatnashadi. Bilsangiz, har 2 yilda ketma-ket g'olib bo'lgan mahalla keyingi yillar mahalla o'sha open byudjetga cheklov qo'yiladi qatnashishi. Shu cheklovni agar soliqlarni o'sha kiritilgan loyihaning 25%ni to'lab berilsa, keyin 5 ta mezonga javob beradigan bo'lsa, talablarga javob beradigan bo'lsa, o'sha soliq to'lovchilarni tartibliligi o'sha taraflarga qarab chiqib, o'sha cheklov olib tashlanadi. Demak, yana keyin qatnashadi. Demak, o'sha qatnashgandan so'ng o'zini demak o'zidan o'zi qarorda nima demoqchi? Soliq to'lovchilar o'zini vaqtida soliqlarni to'lasa, o'zini mahallasiga o'z hissasini qo'shadi. Bizda shunaqangi soliq to'lovchilar borki, 1 yilda ogohlantirish beriladi. To'lov xabarnomasini 1-martgacha yetkaziladi doim. Undan tashqari SMS yuboriladi. Bilsangiz, o'zining telefonlariga SMS keladi. 15-aprelgacha 50% ni to'lab, 15-oktyabrgacha qolgan 50% ni to'lab qo'yish to'g'risidagi SMSlar keladi. Shunga qaramasdan ham soliq to'lovchilar ayrimlari, hammasiga emas. Misol uchun bizning Namanganda hozirgi paytda 600 mingdan ziyod soliq to'lovchilar mavjud.
ularga bir yilda 484 milliard so'm mol mulk va yer soliq hisoblanadi. Hozirgi kunga kelib turib, bugungi kun holatiga 60 mingdan ziyodi 1 million so'mdan yuqori qarzdorligi mavjud. 1 million so'mdan yuqori qarzdorligi mavjud. Endi shularga shu qarorda ham ko'rsatib o'tilyapti. 2026-yil 1-yanvardan boshlab Namanganda tajriba sifatida elektr energiya soliq to'lash undirish maqsadida elektr energiyasini billing tizimidan foydalanish joriy qilinadi. Endi bu qanday ishlaydi deb savol beriladigan bo'lsa, avvalo birinchi soliq to'lovchilarga misol Baxtiyor aka desak, Baxtiyor aka uyiga 1 million 50 ming so'm soliq hisoblangan bir yilda. Endi u soliq to'lovchi o'sha 1 million 50 ming so'm chiqqanligini qayerdan biladi desangiz, 3 xil usulda yetkaziladi. Soliq organlari tomonidan soliq to'lovchiga. Birinchi SMS orqali, keyin pochtadan jo'natiladi manziliga. Bundan tashqari shaxsan soliq inspektori borib imzo birini soldim deb qo'l qo'ydirish orqali oladi. Shundan so'ng o'sha soliq to'lovchi o'zini bir qancha miqdorda, qachon, qaysi obyektiga nisbatan soliq to'lashligini bila oladi. Shu tariqa soliq to'lovchiga soliq xabarnomasini yetkazilgandan so'ng 15 bu jarayon aholida 1-martga o'sha hisoblangan yilda 1-martgacha yetkaziladi. 2026-yil bo'lsa, 2026-yil 1-martgacha yetkaziladi degan. 2026-yil 15-aprelda solig'i 50%ni to'lamasa, o'sha kuni SMS boradi soliq to'lovchiga, to'lab qo'ying. Shu soliqlar qanday qilib to'lash va qayerda to'lash mumkinligi to'g'risida ma'lumotlar ham ko'rsatiladi. Shundan so'ng soliq to'lovchi soliq to'lovlarini amalga oshirishi mumkin. Shunda ham amalga oshirmasdan jarayonni davom ettiradigan bo'lsa, har bir o'tkazib yuborilgan kun uchun penya hisoblanadi. O'sha 1 million 50 ming so'mni yarmini uchun soliq miqdori o'sha borishiga to'g'ri yuza keltiradi-da. Soliq organi ham o'zidan o'zi soliq to'lagan odamga ham soliq hisoblab qo'ymaydi. O'zi dasturlar hammasi avtomatlashtirilgan hozirgi paytda. Keyin shundan so'ng jarayon davom etadi. Qolgan 50%ni 15-oktyabrda to'lamagandan so'ng 1 million so'mdan yuqori qarzdorlik shundan yuzaga kelib bo'lgan bo'ladi. Keyin biz o'sha jarayondan so'ng elektr energiyasining elektr tashkilotini billing tizimiga uzatamiz. Shundoq ham o'zi 2 marta ogohlantirish bo'lyapti. Elektr energiyasi billing tizimiga o'tgandan so'ng u yerda ham ogohlantirish bo'ladi. Shundan so'ng elektr energiyasini to'lov jarayonlarida cheklovlar o'rnatilishga to'g'ri kelib qoladi. Juda ham yaxshi. Hozirgi paytda shu jarayonlar Namangan viloyatida tajriba sifatida boshlanganligi uchun jarayonlar o'zi boshlab yuborilgan. Qanaqa? Misol uchun 2026-yildan boshlab har bir soliq to'lovchiga o'sha ochiq budjet portalida yoshiga qarab video roliklar joylanadi. Soliq tushunchani paydo qilish uchun. Soliq madaniyatini oshirish maqsadida shu jarayonlar tashkil qilmoqda. Juda ham yaxshi. Navbatdagi savolga yuzlansak, aholining soliq savodxonligi va soliq to'lash madaniyatini oshirish maqsadida yangi yilda belgilangan rejalar bormi? Qanday maqsadlar bor? Shu xususdan qisqacha to'xtalib o'tsak. Hozirgina shu haqida xabar aytib o'tdim.
2026-yildan boshlab Ochiq budjet portalida soliqlarni to'lash madaniyatini oshirish maqsadida soliq to'lashlarning yoshi bor. Misol 7 yoshdan 12 yoshgacha bo'lsa, shunga qarab. 12 yoshdan 25 yoshgacha bo'lsa, shu yoshga qarab turib videolar joylashtiriladi, o'yinlar joylashtiriladi, test, videolar, life hacklar joylashtiriladi. Soliqlarni qanday qilib to'lash mumkin, soliqlarni qanday qilib hisoblanadi. Misol noto'g'ri soliq hisoblab qo'yilgan bo'lsa, bu holatda qanday qilib yechim topsa bo'lishi mumkin holatlarni ham soliq to'lovchilarga sodda xalqona qilib tushuntirilgan videolar joylanadi. Undan tashqari aholiga har bitta mahallada shu jarayonlarni tushuntirib borish uchun mahallalarda uchrashuvlar o'tkazilgan har bitta mahallada. Juda yaxshi. Rahmat deymiz bugungi ma'lumotlar uchun. Soliq to'g'risidagi, ayni bir mavzu to'g'risidagi yaxshi bir ma'lumotlarni mana muxlislarimiz ham o'zlari uchun bilib olishgan bo'lsa ajab emas. Bugungi tashrif uchun rahmat sizga.